Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz, muhterem ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Dünyanın her qaysı bulunğuçqaqlarida musafir olup, muhacir bulup yaşayatgan barlık Uygur qarindaşlarım. Aziz milletim. Hemmenlağa Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün yana karşınlığa çıkıp kaldım. Aldınqı video neşir kılınğandan keyin inkaslar hali qaynadı. Bu inkaslarning içinde ancha-muncha salbiy inkaslarmi bor. Nima uchundir bu salbiy inkaslar bek qora qo'saqlarcha. Ajoyib savadsız. Bunu qandaq adamlar avval olab yozilgandi deb qag'dik. Ve yoki o'tirni qarashtirmoq uchun vazifaga qilinadigan bo'lishi mumkin. Bugungi tema shuningga o'xshab ketadi. Ko'rayotganinglardek quruq aqidachilik, ixlosning kamligi, chidamaslik va tutamsizligimiz to'g'risida. To'g'rida bir narsa ko'rdim. Zannettim ki bu Türkçeden tercüme kılınan bir qo'shma jumlalik bir mazmunti. Üzünü men saqlab qo'ymabdiman, yamayaga bir tezisqa yozib qo'ymabdiman. Ama mazmuni shu. Biz burunmu namoz o'qiydik. Ama o çağlarda biz xo'jayin edik. Hazır mı namaz okuyumuz ama hazır hemimiz kul. Namaz okuşumuzda bir özgürüş bulmagan bolsa. Nima uchun barliq keldi maki özgürüş, siyasi takdirdik özgürüş? Demek hata ketip qolgan bir narsa bo'lishi mumkin deb yozibdi. Bu bir retorik savol. Cevap ne hemmenla konularda bilisizler belki. Bu en üstüge bu sual. Zada hata kitavatkanның neme işkenligi toğrusudaki sual. Hem Müslümanların konudu bu. Hatta Müslüman alimler, bilermenler her daim dep kelavatkan birlik kelgan bir qaqshash mazmuni bu. Namozni o'xshash o'qivatimiz, masjidga qatnavatimiz. Nima uchun bugun butun dunyoda musulmonlarning holi ko'rayotganinglardek. Bu haqda birlik kelingan qaqshash bu. Nima bu? Quruq aqidachilik. İşçi bekarlangan İslam. Ben aynı bu mevzuda ilgari bir video so'zlagan. İşçi bekarlangan İslam ve quruq aqidachilik. Bir urukning uchkisini tasavvur qilinglar. Birisi o'tmish zamondagi uchka. Uning ichida liq mag'iz var. Birisi hozirgi zamondagi uchka. Onun içinde mağızның şu püküllan var. Küçük. Yani bu üçkünün içi bika. Teşeden qarasanız o'xshash görüngen bilen içi bika birisinin. Muşu qaqshash bu tordaki. Ve bugün İslam alimlerinin, bilermenlerinin hemmisinin qaqshashi muş quruq aqidachilik. Şekilge bakılınıp geliş. İsmga bakılınıp geliş. Ameliyatning yo'qligi. Aldınqı videoga bir az sığdırılgan bu mazmun bugün
texmo kengaytishimizga to'g'ri kelyotidi. Aqida deganimda nimani ko'z tutdim? Qandaq ma'noda ishlatdim? Buni izohlab qo'yay. Aqida bizda bir universal ma'noda va boshqa xosla diniy e'tiqodga oid ma'noda qo'llaniladi. Uyg'ur tilida aqida ikki asosiy ma'noda qo'llaniladi. Birisi xosla dinga oid masalalardagi aqida. Yana birisi uningdan sirtidagi barliq ishlarga qaratilgan aqida. Mening qo'llanganim universal ma'nosi. Xosla diniy aqidamiz emas. Her qanday bir ishqa, her qanday iddiyaga, her qanday nishonga, maqsadga, hatto qiladigan ish va ovqatlarimizgacha bo'lgan aqidamiz. Mening ko'z tutqim. Endi ixlos. Bu so'zni universal ma'noda ishlatdim. Bumi bizning umumiy jihatdagi ixlosimiz haqida boradi. Men kuzatishlerimda alam ichida shuni bayqadim. Bizda hech qanday bir shayga qarata chin ixlos, chin aqida yo'qdi. Bu jihatda naqadar buzilib ketganligimizni butun o'lchim bilan ko'rib yetganimda haqiqatan qo'rqim keldi. Hamma ishni xo'ja ko'rsin qiladiganligimiz, aplab-saplab palamma qilib qo'ldan chiqarish, bir amal qilib ko'z bo'yab qutulish umumiy milliy xarakterimiz bu umumlashganligini, sobitlashganligini ko'rib yetdim. Hatto diniy e'tiqodimizmi xuddi shu tutganki, dinga bo'lgan aqidamiz, ixlosimizmi ichi bekorlangan, burmulangan, quruq aqidachilikdan iborat. Bu tarafi barliq musulmonlarga o'rtaq bo'lgan taraflar albatta. Bu tarafini men burunmi bir qatim deb o'tgandim. Quruq aqidachilik degan nima? Masalan, Qur'onning qadrlanishi deganda mening uyimdagi yoki sizning uyingizdagi iqi qog'oz, qorasi siyo bo'lgan kitobning qadrlanishiga aylanib qolgan bo'lsa, mana bu quruq aqidachilikdir. Kur'an tarafga putnozasi yomon bo'ladi. Qur'onni o'zimizdan tuvan joyga qo'yishga bo'lmaydi. Yoki Qur'onni boshqa kitoblarning eng ustida qo'yish kerak. Tegida qo'ysak bo'lmaydi deganlarga qattiq amal qilayotganligimizni doimli bayqaymiz. Go'yo buning bilan Qur'onni ustun qo'yganligimizni zan etamiz. Qur'onni ustun qilish mushularmi? Namaz vaqtlarga sal qarmay vaqtida o'qish, o'qiy olmagan taqdirda go'yo bir qarzimiz qolgandek tuyg'uning besimini his qilish va qazosini o'qib yeniklash. Bularning hammasi shunchalik cho'nqur o'zlashganki, bularning hammasini ixtiyorimizdan tashqarimiz sal qaramasdan bijo keltiradigan holga kelingan. Bular garchi aqidadek ko'rinsimi, amaliyotda quruq aqidachilikdir. Yana masalan, og'zidan Allohni tushunmaslik oldingi videoda deyildi. Islomni tushunmaslik qatorliqlarni mushu jumladandir. Endi shularga diqqat qilib beqinglar. Men sizlarga bir jonliq misol beray. Bu misolni burunni bir qatim tilga olgandek yodimda takrorlangan bo'lsa kechiringlar. Bizning masjidimizga hozir 11 yıldan aştı, 12 yıl bo'lib qoldi. Mening shaxsan boradigan masjid. Bizning uyga eng yaqin bo'lgan, odatda juma va hayit namozlarimizni qiladigan masjid. 12 yıl bo'lib qoldi. Asli bir soqchixonani asosligi Somalilik musulmonlar kuch chiqarib 5 milyon dollarga setib edib masjidga aylantirib ekan. 13 yılning oldida. Shu masjid. Masjidimiz bekma ubdayada. Boshqa masjidlarda namozxonlar mashinalarini qo'ydiganga yer topolmay avaro bo'lib ketadigan bo'lsa,
Bizning masjid bu jihatda bekma keng imkonga ega. 4 ko'chaning bir do'qmishda bu masjid, 4 ko'chaning yana bir do'qmishida necha ming mashina patqudek 2 qavat maydoni bo'lgan bir savdo rayoni, ya'ni mol bor. Bu molning etrafida 2 qavatlik mashina maydoni bor. 5000 mashina ketishi mumkin. Her zaman onun aşı 5'ten 3 kısım bikalı turdu. Bu mol var. Mescidin aldı keyinide 40-50 maşını patladık. Üzüge tane meydan mı var? Ama bu yer bekli çeklik olup namaz kıllarına yetişmeydi. Şuna teşebbüste bu yer kırılar için balılık ayallarga değildi. Lekin musulmonlar mana shu yerga qistilish qitirishadi. Hatto ikki qatorning oralig'idagi bo'shliqqa mashina qo'yib olib, har ikki tarafdagi mashinalar chiqolmaydigan vaziyat yaratdi. Masjid atrofida yana kichik do'konlardan tarkib topgan kichikroq bir savdo do'qmishi bor. Bu do'konlarning kichiklarining 2 mashina patqidek, cho'nglarining 10 mashina patqidek yeri bor. Xaridorlar uchun. Musulmonlar mana shu yerlarni to'ldirib yutadi. Chunki ular bir xil kundalik odatga aylanib ketgan namozlarni o'qish kerak. Boshqasini o'ylab o'tirish kerak yo'q. Ya'ni bu qilayotganining kishining haqqi bo'lishini xayoliga keltirmaydi. Kichik do'konlar arz qiladi, xafa bo'ladi, hatto hukumatga beradi. Natijada bu masjid 2 qatim taqilib qoladi. Qarindoshlar, o'ylanglar. Minglarcha özürler bilan qayta echiladi. Her namazda 12 yıldan beri o'xshash gap takrorlandi. Yo'lning yana bir do'qmishidagi molning maydoniga mashinalarni qo'yib, 5 minut piyoda mansanglar, buning ayrim ajr va haqning yeri kishining haqqi. Unda qilmanglar degan yolvurish 12 yildan beri davomlashayotgan bo'lsa-mu, lekin hala kichik do'konlarning bari yo'q 2 kishilik o'rinlarga qo'yib olish davomlashmoqda. Hatto oxirgi kunlarda imom "Ey namaz qarindoshlar, 12 yildan beri takrorlayapmiz. Namozni nima ishga qo'ydiganliklarini esinglarga elinglar. Kishining haqqiga tajovuz qilib namoz o'qiganlarning nima ahamiyati?" deb yolvorib ketdi. Numus qılınla musulman qarindoshlar. Qaqsha. Lekin davom qilmoqda qaysarlik bilan. Hatto xolisani tartibchilar o'rinlashtirilgan. Qatnashish uchun. Bu xolisani boshqaruvchilar siz molning maydoniga qirib qo'ying, bu yerga qo'ymang. Bu bizning emas, haqning yeri deb yo'l ko'rsatib turdi. Ama ulanımı silkişlep, unumaydigan zo'rambozlar bor. Mana bu turda namoz o'qish faqat odatdan bo'lib, aqidadan emas. Namozning ma'nisiga, ruhiga, mohiyatiga amal qilishdan emas. Shakliga odatlanib qilish ekanligini ko'ramiz. Mana bu quruq aqidachilik degan shu. Yuqorida Qur'onni misol qilganmidik? O'xshash. Qur'onni shkafning ham ustiga tizish. Kur'an tarafını uzatmaslik qatorliqlar bilan go'yo Qur'onni ustun qilganning mamnuniyatini his qilib, ko'nglimizni payqilaydigan. Bu hargizmi Qur'onni ustun qilganlik, Qur'onni qadrlaganlik emas. Qur'on konkret kitob deb tushunilsa, ashunda bo'ladi. Mening uyimdiki yoki sizning uyingizdiki. Lekin Qur'on bir ma'naviyatdir. İlahi qonundir. Bir xil ruhdur. Onun orijinali közge görünmeydigan, kolda tutulmaydigan türdeki mistik hukmdan ibarettir. Eğer bu mahiyetini unutup onu uyumuzdaki konkret bir kitap deb düşünsek, aşında quruq aqidachlik kelib chiqadi. Biz Qur'onni egizga tizib o'zimizni gollaymiz. Ammo butun dunyoda qayerda musulmonlar bo'lsa, shu yerda qon, shu yerda ko'z yoshi davom qilaveradi. Mahiyetini unutup şekilge esilip qilish hodisi bizde umumiy bir kasallikdir.
Bulardan devlet bayrağımızga tüztiş kirgizip, kelime şahadet yazışma bir xil quruq aqidicilikdir. Bizning atalmış Türkistan İslam Partisi ve onundan avalki Şarkı Türkistan İslam Hareketi bayrağımızı İslam'a uygun kılış için kelime şahadetini yazmasak qat'iy bo'lmaydi deyishib, bayrakta kelime şahadetini yazgan edi. Bayrakta yazıp elish bilan musulmon mo'min bo'lgan bo'lamdi. İslam mana shunday shaklga bog'lanib qolganmi? İsmlarga bog'lanib qolganmi? Daishlarning xalifalik iddaolari haqida dunyoviy islom olimlari e'lon qilgan bir fatvoda ism qo'yib olish bilanla ish bitmaydiganligini, ismi boshqa bo'lsa-mu, islomiy tartib yurgizilsa yanada xalifalik bo'ladiganligini o'qiganim esimda. Yani tördotlarga hesap emas, zellaga hesap deydigan gap bormi? Shuni tatbiqlab baqsangiz bo'ladi. Gap ismlarda, ko'rinishlarda emas, icraatda, ish harakatda, so'z harakatda. Yana shuni nima deyishim mumkinki, dillarning belgilangan bayrog'i yo'q. Buni men 20 yilning oldida, 20 yildan buyoqqa 98-yilda nashr qilingan Eynek degan kitapta şu çağdaki acayip keramet İslamçılarımızın dep yürgen, qip yürgen qiliq hareketlerine qarab yazgan makalada bu gapni degan dillarning bayrog'i yo'q. Adinning bayrog'i mandaq, madinning bayrog'i mandaq deganni bugungacha hech qaysini ko'mding, anglamadinglar. Faqat davlatlarning bayrog'i bor. Bayrak degan devletga vakillik qiladi, dinga vakillik qilmaydi. Shundaqla bu bayrak dinga emas, devletga vakillik qiladi dedik. Bayrakda devlet fuqarolarining musulmonlar ekanligini bildirish uchun e'lon qo'yilishi mumkin. Qo'yilmasa-mu bir narsa kamlab qolmaydi. Barliq islom ellarining hammasining bayrog'ida e'lon bo'lib ketgani yo'q. Ba'zilarida e'lon yo'q. İlgir bir qatım tilga olgandek qilib, yana bir misoldan bilalaymiz bu quruq aqidicilikni. Vatan ichidagi mujohidlar ma'lum bir munofiqni o'ltirib yutish haqida o'z to'pidagi bir molladan fatvo so'rabdi. O'ltirib yutishga bo'ladi deb fatvo berilibdi. Munofiq tijoratchi ekan. Xitoy shaharlarida yo'q ekan. Mujohidlarmi shu chaqilda chiroq tuyi qarang'u deb Xitoyga berib olgan mujohidlar, Qur'on kurslari ochilgan shu ichkarida. Shu chaqlarga munofiqni Tianjin shahrida paylab oxiri bir kechasi bir masjidda yolg'iz namoz o'qiyotgan holda tepibdi. Mujohidlar ishqilinib qolibdi. "Ya bu odam namoz o'qiydigan emasmi?" deyishib, ishqilinib oxiri fursatni ketkizib solashgan holda qaytib kelibdi. Bu yerda her ikki tarafning kallasiga o'rnab ketgan quruq aqidicilikni ko'rib oldi. Munofiq Xitoyga o'z qarindoshlarini sotadi-yu, yana namozni tark etmasdan o'qiydi. Chunki namoz uning turmushida bir xil odatga, kunlik mashg'ulotga aylangan bo'lib, asli ma'nosini yo'qotgan. Shunga uni munofiqlikdan cheklashga yaramaydi. Go'yo namoz boshqa narsa, Xitoyga ishlashi boshqa masala. Hayotning yana bir ehtiyoji yoki hukumat deganning qilmasa bo'lmaydi. Endi mujohidlarning ikkilanishi va natijada munofiqni bir ziyondoshni hayot qoldirishi o'xshashli quruq aqidicilikdan bo'lib, ularning engidimi namoz asli ma'nosini yo'qotgan. Namazning o'zida iymonga, e'tiqodga vakillik qiladi, boshqa qilmish etmishlar tarafidan desteklanmasimi bo'laveradi. Yoki namoz degan namoz, boshqa qilmish etmishlar bilan aloqasi yo'q. Yana bir misol yana takrorlandi. Oldingi videodan keyin bizning mengisi yurgan islomchilar menga xat yozib hujum qilishdi. Dal paraz qilganimdekla yana haliqi mashhur klassik tuhmatni, ya'ni Olmaotada Abdumit Tursunning uyida o'ltirilgan 4 yigitning hisobini so'radi.
Çoğun bu meşhur töhmetni yeni götürüp çıkıdığı dep kütüpül tuğandım özümü. Kütkünümdekle oldu. İslamçılarga yüzüge taqaşqaçqa çiçan qarşı çıksın normal. Ama qarşı inkası görülmeyotgan buluşup qaramay. Nurgun xalqimizmi qabul qilinmaydigan bir ahval şu. İslamlaştırış arqalı mustaqillik hareketlerini ucuqtırış haqiqatan qabul qilish qiyin bo'lgan bir ahvoldir. Bununla siyasi savad, bulupmu istihbarat savadi ciddi lazım bir iş. Bu bizning xalqimiz odatlangan baho berish odati, muloyiza metodi, dehqonchi fikr qilish odati bilan tushungil bo'lmag'achqa qabul qilishi texmi mumkin bo'lmaydigan bir ish. Ya bu bizning ishimizni islom orqali yo'qotdi degan qanday gap? Bu kalla buni qat'iy qabul qilmaydi. Bu tushunishga bo'ladi. Quruq aqidachiliqning yangilangan misoli deyishimning sababi shu. Mana xat yozib hujum qilgan bu bechora videodagi gaplarni tushunmagan. Umoch ashunchilik. Uning ishmi xiyoli deb o'tganimdek islom, Alloh degan ismlarga bog'lanib qolg'achqa mazmunga hazmkor diqqatli bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki umoch shu sabab. Neticede Hasan Mahsum'na hain depsen, yüzen hain, kafir dep hakaretlerini kıptı. Ben Hasan Mahsum'na enik kılıp hain demedim o aldanqı videoda. Bu digellik, menin karışımında emes digellik emes, onu medep koyay. İhtimallık var. Eğer o bilip durup bu oyunda rol ağam bolsa elbette hain. Ve bir tallaş koyup koyalım, bir keng imkaniyet koyup koyalım. Ama o üzümü bilmezden rol ağam bolsa, onu bir ziyankeşlik kuchurguchi hamakat. Xat yazgan İslamçının yani Almatı'da öldürülgen 4 yigitning hesabını menden soruşunun yüzüne onundaki quruq aqidachiliqning namoyandisi. Çünkü bunun da o pakit qasaslanmaganligi aniq. Hukmishlar, töhmetler, haqiqiy islomchi bunda qilmaydiganligini hammamiz bilamiz. Men maxsus bir videoda, yani töhmetlarga oxirgi javob mavzuliq videoda javob berib bo'lgan masalani hech xijil bo'lmasdan takror bazaga selishi yana islomchi emasligiga isbot. Tahdidmi bor? Tahdid telefonlari, yaqinlarmi? Kanada'gımı kilaleydiganligi, kallamni üzüp etaleydiganligi. Umumi Uyghur cemaati tarafidan birdek munofiq deb qaraldiganlardan birmunchisi İstanbulda bemalol yashayotganligini hammamiz bilamiz. Shularning bo'ynini uzitmagan bu islomchilar mening bo'ynimni uzatmoqchi. Hatto ba'zi aniq munofiqlar bilan ishbirligi ichida o'zi biz shu yuzma-yuz ko'rishgan vaqtda degan biz buni falanchini nima ish qildi, ishiltisizlar shu yeninglarda de. Şularning sepida xizmat qiladiganlari bor. Bularni biz ko'rishgan chaqda, yuz ko'rishganda, yuz turani degan chaqda va buningga dalil bormi? Dalil bo'lsa biz yo'q deb aytamiz degan. Uningga dalil so'ragan. Matansizlik qaranglar. Ya'ni uningga dalil kerak. Meni o'qitishga dalil ketmaydi. Kelinglar. Merhamet. Ben şunu kütüp duruvatıman. Şehitlik arzuyumu yetkizsizlar fakat. Eğer kolunlardan kelgen takdirde. Çünkü Kur'an'da Allah guvalık verişte adil oluşumuzni, hatta bir kavimge ölçmen turup mu yanıl adil guvalık verişimizni buyuruyor. Bunu mu bilmese bu qanday İslamçılar bular? Özlerimi yadı biladigan ameliye şu ki, özlerinin bayanları boyunca bu katillikta Mehmet'in Hazret baş cinayetçi, Abdülhamid Tursun şerik cinayetçi, men ergeç küçü. Yüzü bunu itiraf kılıdı. Gerçi benim Almatı'da emas Bişkek ekanligimni aniq biladi ve itiraf kılıdı. Şunda olsa mı talak yol tapkan perdede bana çetiş için bir yolunu tapadı.
Ma bu yolunu tapsın, talaqqa yol tapqanda. Lekin bu islomchilar hech qachon bosh jinoyatchi haqida da'voda bo'lib boqmadi. Sherik jinoyatchini bir haqiqatim ayblab boqmadi. Ammo menga hujum qilishga to'g'ri kelsa, mana shu mezchi bo'lib ketgan konu tuhmatni yenidan ko'tarib chiqishni davom qilib kelmoqda. Buning nari islomga tushayotganligi meni bekla qiziqtiradi. Tuhmatning gunoh bo'ladiganligini bilmaydigan avara islomchilar. Undan başqa bir musulmanni her qancha fasıq musulman bo'lgan taqdirdimi kafirga chiqarib etishning mas'uliyati qanchalik ig'ir bo'lganligini tushunmaydigan ajoyib islomchilar. Demak, quruq aqidachi. Ismni beshiga kiyib olgan, ammo islomni o'zining so'z harakatida tatbiqlayolmaydigan, mengisi yuyilgan bichoralar. İçi bekarlangan islom. Bu islomchilar haqiqatan islomchi bo'lsa, mening deganlarimni ilmiy usulda inkor qilsa, ko'pchilikning ko'zi ochilib qoladi emasmi? Bormi shunchalik umaj? Xitoylarning diniy siyosatida hamish takrorlanadigan bir gap hammamizga yoda. Dinni sotsializm uchun xizmat qildirish. Yodinglarda bordi? Xitoyning diniy siyosatida bu nishon. Dinni sotsializm uchun xizmat qildirish. Oshkora turda dinni sotsializm uchun xizmat qildira olayotgan Xitoy yoshirin holda xizmat qildiramay qoladimi? Buni qanday inkor qiladi bu islomchilar? Xitoy insofli bo'lg'achqa bunda o'salishni qilmaydi deyilmaydi holda. Unda o'z qanday qiladi? Islom muqaddas bo'lg'achqa Xitoy o'ziga xizmat qildiray desam, unamay, yig'lamay desam, yig'lanib ketgandek. Xitoy xizmat qilmay, bizga xizmat qiladi demoqchimi ya? Oldi bilan bir nimada buni inkor qilishing kerak. Quruqdan quruq tillash, tuhmat qilib, o'rkitishga urinish, tahdid selish, qo'rqitishga urinish qatorliqlar hech nimaga yaramaganning tashayinda o'zinglarning islomchi emasliginglarni isbotlashga xizmat qiladi. Razvedkada bir ish var. Eğer bir dilo jipchi üzülüp qolib hech mangmadi, ilgirlash bo'lmadi. Bu vaqtda go'yo bu diloni yeb ketgandek jen kuzdigan gap. O'xshash jinoyatni qilgan jinoyatchi tekrar midirlaydi. Ana shuni kutadigan gap. O müdürlüğün sırı çokum bir kuyruk tutkusudu. Müdürlüğün sırı bir jip çıkaldırdı o. Ben şunun oldu tutuldu. Şunun okşaş. Növbette İslamçılığın bana karşı kandar gap kıysa üzününle ispatlaydı. Üzününle yalğançılıkını ispatlaydı. Üzününle ağzıdaki o şuvarının yalğanlıkını ispatlaydı. Hatta birisi demiş ki, ağzımni şuk tutmasam, mening O'rta-Osiyoda qilgan etkenlerimni o'tirg'i yeyib, rasvo qilib yetarmish. Bu tahdidlardan bir saxta islomchilik mana deb bilinib turadi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Agar bir haqiqiy islomchi birisidan o'tgan munofiqlikni, kufrni, jinoyatni ağzını tutmaslık şerti bilen bir nima qilamiz. Uni çokum şerfsiz aşkarlash kerak, xalqqa bildirish lazım emasmi? Lekin bularning saxtlığı şu yerdeki, men shuk tutsam ularni mening jinoyatlarimni yoki sharmandaliklarimni ochmaydi ekan. Memtimin Hazret bilen Abdülhamid Tursun ağzını şuk tutqachqa, gerçi ular baş jinoyatchi bo'lsa-mu, ularning ismini tilg'anmagandek. Mening aramimda qo'ydi ekanda. Ko'rdingmi? To'xtamnomini, shartni, buni islom adolati. Agar bu qilmishinglarni, tutuminglarni islom deb turib olsanglar, u holda islomga haqorat qilgan bo'lasizlar. İslam Allah'ın dini.
Allah'ın bir ismi Hak. Hak. Bu hak, bu İslam degan bu ilahi kanunda tecelli kılış gerek. Hak. Hak degenge şart ketmeydi. Hak nim bolsa şunu lan bahalaydı, aşkarlaydı, şununla kesim kılıdı. Hak. Ma'lum şartni qo'yib turib, anda qilsang bunda qilsang andaq desa haq olmaydi. Ashunun bilgichiliging yo'q, ey, avarlar. Bular haqida yana boshqami nurg'un g'alat misollar bo'lsa-mu, asosan shuni deb turay, so'z bugungi temamizning asosiy iqimidan chiqib açamak kirib ketmaslik uchun shuning bilan kifoyalanib boshqa misol qo'yay. Chunki bizning bu bugungi mavzumiz ularga raddiya berish emas. Balki o'zimizdagi quruq aqidachilik, ixlosning yo'qligi, parvosizlik, mas'uliyatsizlik qatorliq kemtiklerimiz hakkında. Şuna bunu men dini misallarını beriş arkalık şerhilisem tehim obdan kögül buldu kende bunun misal verdim halas. Endi bunun başka bundan alakadarken iftar veriş mi var? Keyingi çağlarda vatanda baylıqını köz kılışının sorunu kaynanıp kalgan. İftar veriş. Baylar özara çakırışıp, neçeden koy suyuşup degendek. İhtiyaclıklarga emas, ihtiyacı yoklarga berildiğen ziyafet. Quruq aqidachilik deganimiz mana mushunday Allah qarindoshlar. İçi bekarlarga aslan. Zakat berishmi bir turdagi o'zini ko'z tutish, manmanlikni namoyon qilish vasfasiga aylanib qolgan. Bizdek bir millatning boylari nima qilish kerakdi? Bu milletning ihtiyojli ishlari, sohalari ozmi? Ama o'zini o'qitish uchun tamamen münasibetsiz yerlarda, münasibetsiz kishilar orasida buzib kechayotganligi alamlik. İslamning ko'rsatmasi eng yaqindan boshlash emasmi? Aileden yani. Aileden. Meyli sil rahim, meyli zakat. Aileden başlandı. Er xotun birisi yana birisiga qaysi boy bo'lsa, yaqin tuqqanlarga, mahallaga, yurtga, qavmga. Xuddi suvga tashlangan tosh paydo qilgan chambaraklarga o'xshash bag'an siri sirtqi qarta yeyiladigan ish. Markazdan boshlanadi. Ailadan boshlanadi. Şunlaşqa münasibetsiz bir yerlerge kötürüp yürüş, fakatlı özünü gösteriştin. O kadar ihtiyacı var bir millet bu. Özünün bir koşnusu aç optaysa, al yerge verip bir tokka ziyafet vergellik, o savapını gözlep kılıvatı işlemez. Özünü gösteriş. Mana muşlarının, muş türdeki işlerinin hemmesi quruq aqidachilik boludu. İşçi bekarlangan İslam boludu. Şuncha ola ihtiyacı olan bir milletning boylari başka devletlerdeki cemaatlarga saxiyligini ko'rsatsa, hatta başka memleketlerde masjid selish ketgan ishlar hargizma itiqoddan emas. O'zini o'qitish, manmanlik, riyokorlikdir. Shayx Saidning bir so'zini eslab qoldim. Qur'onning tushirilishi hargiz qiroat qilish uchun emas, balki go'zal axloqni barpo qilish uchundir. Endi bizning masjidga mashina qapaligini yodinglarga olsanglar, musulmonlar uchun qiroat qilish bilan asosiy mashg'ulot bo'lib qolgani go'zal axloq bilan aloqasizligini bayqaymiz. Unda bo'lmaydigan bo'lsa, kishining haqqiga tajovuz qilib, haqning yeriga mashinasini qo'yib olib, namoz o'qiganning bir nimaga foydasi yo'q. Uni bilgan bo'ladi.
Bu adetga aylanıp qalgan. Ma'nisini yo'qotgan. Asonlik bo'lsin uchun da'vataman bu diniy misollarni. Ama bu faqatla dinga munosabatli kishilardagi tutumimizni ko'rsatmaydi. Başka hamma sahamiz, hamma ish harakatimizda ko'rinib turadigan xarakterimizdir. Ma'lum kasbga aqida kerak, ixlos kerak. Chin ixlos bilan kirishilmagan ishda natija chiqmaydi. Ma'lum ideyaga bo'lgan ixlos, aqidami shularning jumlasidan bo'lib, Uyg'urlarning Alloh nomi bilan qasam berib kirgan tashkilotning ahvoliga qarasangizmi, farqsizligini ko'rasiz. Chunki Alloh nomini suiiste'mol qilib qasamlashayotganda buning jiddiyatini anqirayotgani yo'q. Buni shaklanli bir ish hisobini qilib atganligi uchun qasam berilgan ishga bo'lgan sadoqati, ixlos, aqidasi tuvandikicha bo'lishi muqarrar. Biz islom bilan sharaflangan bir millat, alhamdulillah, islom aqidasining eng to'g'ri aqida ekanligini og'zimizdan tushirmaslik bilan birga boshqa aqidalarni botil deb yaratmaymiz. Ammo men shuni bayqadimki, agar aqida chin bo'lmasa, onun to'g'ri bo'lishi hech nimaga yaramaydi ekan. Aqida botil bo'lsa-mu, agar bu aqidaga chin ixlos bilan bog'lansa, ixlos bo'lsa, yana natija gap bor ekan. Xato degichlar bo'lsa, misollar bilan qarshi chiqib baqsa bo'ladi. Mening kuzatganlarimdan misol versem, sizlar hammanglarga tanishib olgan kommunizm ideologiyasini misol qiysoqli bilgili bo'ldi. Bizning nazarimizda bu bir batil e'tiqod, batil aqida, batil tushuncha. Ama ben izlenişlerimde milletimizin azatlık yolu haqidagi izlenişlerimde o'qigan kitoblar, ko'rgan kinolarda mana shunday ajoyib ishlarni bayqayman. E'tiqod batil, ama e'tiqod qilguvchilarning aqidasi chin va mustahkam. Qancha million inson bu yo'lda ash aqida tushuntirib o'zini qurbon qilganligini, o'zi orzulagan, xiyol qilgan jamiyatni ko'rolmaydiganligini bilib turib, mendan keyingilar ko'rsin, shularning baxti uchun degan qat'iy niyat bilan, chin ixlos bilan ash batil yo'lga o'zini beg'ishlay olganlikdan oxirida natijaga yetishganligini ko'rib hayron qolmay chora yo'q. Nima bunday bo'ladi? Nima batil bir g'oya uchun xalqning buncha ixlosi aqidasi bo'ladi? Qur'onda bandining tirishchanligiga yarasha nasibi bordir degan oyat bor. Mana shularni ko'rsatish kerak. Ya'ni, chunki Qur'onda mo'minlarning yoki musulmonlarning deyilmagan, bandining deyilgan. Qanday bir banda bo'lishidan qat'iy nazar, tirishsinlar, shunga yarasha natija, shunga yarasha nasib. Ben Xitoy kommunistlarining qurilgan kunidan taki hokimiyatni qo'lga olgan 28 yillik jarayondagi mushaqqatlarni o'ylaganimda, bir ishni vujudga chiqarish uchun mushuncha o'la jafo mushaqqatga mening xalqim chidami deganlarni o'ylab doimli selishtirma qilib turaman. Janubiy Amerika mustaqillik harakatining doisi Simeon Bolivarning boshchiligida olib berilgan mustaqillik urushining jarayonlaridan tenim şürkünüp gidiyordu. Baskan musafiler, çekken riyazetler. Liberator degan bir kinoga ko'rib bakanlar. Azat qiyg'uchi. O Simeon Bolivarga azat qiyg'uchi deb nom berilgan. Her devlette bir lider bir devletini azat qilgan bo'lsa, Latin Amerikasida Simeon Bolivar birmuncha davlatlarning mustaqil bo'lishiga liderlik qilgan. Shuning uchun uningga Liberador deb nom berilgan, ozod qilg'uchi nom berilgan. Shuningki hayot musofasi tasvirlangan kinoni ko'rib bakanlar. Va ko'rayotgan vaqtida shu nindagi odamlarni Uyg'urga yengushlab kallanıldı. Aşına ko'rib bakanlar. Aşınaga chidamdimi shu millat. Ashqadar riyozetlarga, ashqadar jafo mushaqqatga. Zulmga chidab o'tgan bilan, qaçsa qaçqini o'ladiganga faqatli chidamaydi men sizlarga deb qo'yay.
Gerçi bu kulak hoş yapmaydı. Aşılarının itikadı demeydi? Batıl itikat. Batıl akide emasmidi? Şularni o'ylab ve bugün namoyish chiqishni egrilayotgan. Vay bugün shamal oldu. Vay bugün yağmur yağdı degandek kichkina bahona bilan ishdan o'zini qutqizishdek tutumlarimiz andan dahi hech qizamasdan bu foydasi yo'q bu ishlar. Şuna çıksak çıkmasak farkı yok. Ama cihat başlanıp kalsa var o. Mana biz. Degen yoğun geplerini ko'nglimdan kechiraman. Ko'rayotganlarim, sezayotganlarimdan bayqaymanki, hech qanday ishga qarata tavranmaydigan aqida, chin ixlos kamchi. Her qanday bir millat mana bu shunday qalg'i tushganda, uning hech qanday ish olg'a bosmaydiganligi o'z-o'zidan ma'lum. Vaqtning uzurushiga ergishib, siyosiy davomimiz zerikib, hamma odam o'z ishiga petib yo'qoladiganligini mo'ljarlash mumkin. Nurg'un kishilarga oqmaydigan ish, qo'limizdan kelmaydigan ish, kuchimiz yetmaydigan ish degandek turlardagi uzun tashlab o'tish, taslimchilik ruhimi ana shu tutamsizligimizning, ixlosning yo'qligi, aqidaning yo'qligidandir. Bek ko'p takrorladim. Vatanning mustaqilligiga bo'lgan intilish hargizmi oson bo'lsa qiladigan, umid bo'lsa qiladigan, g'albaga kapolat bo'lsa qiladigan turdagi bir ish emas. Bu bir turdagi vijdoniy burch, insonlik burchi, musulmonlik burch masalasidirki, Xitoy tosh va biz tuxum bo'lgan taqdirdami? Bu tuxumni cho'qim toshga urishdan yonmaydigan bo'lishimiz. Bu yolda en ahirki nefsimizgacha azotlik, mustaqillik deb tovlab can berishimiz gerek ki, uni ma'lum shartlarga bog'lab olmasligimiz kerak. Har qanday tashqi shartga bog'langan arzu ko'p o'tmayla umidsizlik bilan almashidir. Mening dunyo siyosiy shaxmatidagi ahvollarni mulohaza qilgan videolarimning nashr qilinishi bilan birmuncha qarindoshlarning bo'shab ketganligi, dunyo vaziyati bizga hamma tarafdan foydasiz bo'lsa, endi nima qilamiz deb umidsizlanishi ana shunda aqidaning bo'shliqi, ixlosning yo'qligidandir. Ya'ni tashqi shartlarga bog'lanib qolganlik uchun. Tashqi shartlar foydasiz bo'lsa, ana shunda bo'shab ketadigan ish. Eğer özümüzde muşu yolda adakçı meniş, ahiri ölüm ikenligini bilip durupmu toxtab qalmaslik aqidasi olsa, közlengen maqsadga qarata chin ixlosi olsa, hergizmi özümüzni tashlab etmaymiz. Azroq avval e'lon qilingan ray sinash ahvolini misol qilsakmi, aqida va ixlosimizdagi masalani bayqaymiz. Ağzımızda deyilayotgan gaplarning quruq gaplar, moda qo'g'lishib deb qo'yilayotgan gaplar ekanligi oshkora bo'ldi desak bo'ladi. Bundan boshqa aqida ixlosning yo'qligidan o'zimizning ishiga to'mizda qo'limizda o'ngdiganda g'altiliklarimizni doimli ko'zga chaqib turadi. Siyosiy taqdirimizga baq qayg'urayotgan deb qilsakmi, mas'uliyatsizlik va parvosizlik umumlashib ketgan xususiyatlarimizdan biri. Shunchalik mas'uliyatsizmizki, siyosiy taqdirimiz mavzusida tanlashlarimiz xato ekanligi shunchalik aniq bo'lsa-mu, shaxsiy munosabatimizga chidamaymiz-ki, munofiqlar bilan qaynashaveramiz. To'rtoqlarda qaynashib qo'ygan bilan amaliyotda siyosiy maydonimizga mujmallik, parvosizlik hayron qolg'idek darajada. Kimler bu davanı oynayotdi? Bu adamlarning siyosiy kimliklari qanday? Bugungacha nima qilgan odamlar bu? O'tmishi, buguni haqida surishtirib bakmaylar, bir topning o'tirg'i chiqib olib, gapni yo'g'ol qilib bildirlashlarga quloq solib turaverishlarmi? Ana shu parvosizlikdandir. Masalan, navbatda bozor selinayotgan atalmış xalq saylimi suiqasdi haqida o'ylab ko'rganlar bormi? Kimlar bular? Kimlar ovoz qo'shyapti? Buning oqibati qanday bo'ladi? Bular haqida mas'uliyatchanlik bilan o'ylab muomala qilayotgan, inkas bildirayotganlikning tayini yo'q. Bu deganlik munofiqlarning o'dikum o'ynishiga aramizda so'rin kengri deganlikdir. Hatta shaxsiy husumatlardan manbalangan qitg'orliq, tomosha ko'rish tutumlarmi ana shu parvosizligimizning mahsulidir.
Eğer bizde siyasi takdirimizge karta ciddi mesuliyet duygusu bulduğun bolsa, her fitnege sahne hazırlap berdigan, her fitne üçün yuçuk çıkarıp berdigan tutumda bolmay birer düşmanlıkning şapsızlığına aman tuştun ur kılıp bundaklarını çıkka yere kirgizip etken bolatdyk. Atalmış halk sayılımının teşebbüskarları qaraydigan bolsak, hemmisinin de çigit çakıdığan adamlar ekenligi ötmüşide birer paydalık iş kıp bakkan misalının yokluğunu görürüz. Şundaklı milli hissiyatımız şu büyük adamlar ekenligime ait aşkarıdır. Şundak tuğsumu, sen kimsen? Kandak sege halk namıdın gep kılıdığan bop kaldın. Deydigan adamның tayini bulmuşu, mana şu mana ziyan bolmagan deken neme karim tipideki parvasızlıktır. Davranın kançılık çoğ buluşunun qat'i nazarı bu atalmış halk saylamçılarının maksat muddaaları iş aşmaydı. Çöçürünü hamsanap kalıp küçügen işlerinin hemmisi boşluk gitedi. Muşu quruq davranlardan keyin zuvani etidip jimiqidu ki hech qanday birer tutamliq ish qilinmaydi. Taki keyingi qitimliq hukumat saylimi yaqinlashguncha o'tirdi ko'rinmaydi. Chunki ko'rinmak uchun birer ishga yaraydigan bo'lish kerak. Birer ish qilay deydigan niyat bo'lish kerak. Bularning hech biri bo'lmag'achqa o'tib ketgan yillarda qanchalik ko'ringan bo'lsa, yana shunchalik o'tirdi ko'rinadi. Fakat özünü hoş qilish turidagi yig'in ve bayanlar bilan cheklanadi. Bu mutaxay yilda bir qitim bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa shuningmi yaramaydi. Bularga deydiganimiz, niyatlaring bizga ayon. Xalq nomini suiiste'mol qilishingdan o'kib ketmaymiz. Yo'limizga o'xshash davom qilamiz. Senlar ittak qavab qilaverishsan. Boshqa hech qo'linglardan kelmaydi. Mana mushu javob. Qarindoshlar. Öz işimizga tomuzda qo'l to'ngadigan bu kayfiyatni o'zgartirishimiz lozim, qarindoshlar. Öz siyosiy taqdirimizga bu qadar parvosiz bo'lmayli, qarindoshlar. Dushman faqatla islomlashtirish bilan qanoatlanib o'tmaydi. Dushman nurg'un qapqon qo'yarliq bu yo'lda. Birisidan qutulib, qutuldik, yo'l ochildi deb o'ylab qolmanglar, qarindoshlar. Yana bir putunlig'imga diqqat qilinglar. Bu putni qutqazgan bilan yo'l qishdan yana bir putunni yana bir yo'l qishga dasishi mumkin. Bu siyosiy yo'ldagi bu to'saqlar, bu to'salg'ular, bu qapqonlar rangarangdir va nihoyatda ko'pdir. Shunlashqa başdan ahir tekrarlayotganimiz siyosiy sezgurlik ve milli sezgurlik tuyg'umuz bo'lishi lozim. Qarindoshlar, bugun o'sha haqcha so'zlayli. Yana bir qatim ko'rishguncha Alloh hammanglarni aman qilsin. Xo'sh.